Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Sizlarga zo'r taklif bilan chiqyapman. Cho'ntagingizda chicha pulingiz bo'lsa, mana shu biznesda olib qo'ysangiz zo'r bo'ladi. Tayyor biznes bilasizlar, muzey tagidagi Glamour saloni, ya'ni o'g'il opamni, xonim opamizni hamma taniydi. O'sha opamizni joylarini shunday bor holatiga sotib yuborishyapti. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilaman, narxini eshitsangiz og'zingiz ochilib qoladi. Ichkarida kelin kuyovliklari bilan birga sotishyapti. Mana salom qizlarjonlar. Hammalarni sevamiz. Opa, Guljonning o'zlari ham qiziqib ketyaptilar. Конечно, tayyor biznes kimga kerak emas? Kimga kerak emas? Tayyor biznes mana qaranglar. Hamma ko'ynalarimda sosteniyasi вообще zo'r turibdi mana qaranglar. Bitta ko'ynakda kamida 500-600 dollar olasizlar. Просто katta biznes qilganim uchun sotib yuboryapman. Srochni sotaman. Ulgurib qoringlar. Shuning uchun Guljonga aytdim. Guljonning o'zi ham даже ketyaptilar. Siz ham ochmaganimda aniq olib qo'yardim shu yerda boru. Yo'q, shularni ham sotib yuboryapsiz. Конечно, bularda narxi qancha hozir. Даже bunaqalarni kelinlar sepiga qilyapti. To'g'riman. Qaranglar qanaqa, mana shu polностью aksessuarlar birga ketadi. O'zimda bitta narsamni olib qolaman xolos. Hamma ko'ynaklar tayyor biznes egasiga bo'ladi. Shoshilib qolinglar. Keyin уже kech bo'lib, opa, men olardim, unda bo'lmaydi. Srochno. Jami 5 ta xona plus hojatxonasi bilan ekan qizlar, bu вообще zo'r narx-ku. Arendasi ham uncha qimmat emas ekan bu yerda. Kelib olishli joyi, qizlar chicha pul yig'ib qo'ygan bo'lsangiz, sizlarga shu joyni tavsiya qilaman. Keling, endi sizga manzilni tushuntiraman. Muzeyni shundoqqina pastida, eski Qo'qon Pitida, ro'parasida shetga kelarasizlar. O'g'il opamni Glamour salonida sizlarni hammalar kutamiz. Kelishib dogovor qilsak, keyinchalik o'zim sizlarni cho'tki qilib reklama ham qilib beraman.